Bugün 30 gradus, bugün 40 gradus, ata 55 gradus. Gradusning ikkinchi qismiga kelib qolibdi. Shunda bir gap qilib keladi. Agar ayni vaqtga mushtach qo'yincha hozir Urumchi deb qolgan bo'lsa qanday bo'ladi? Gradus qo'yincha. Cho'qir, gap qolsam qishimga. Shu boshliq Alibay 3-yengamdan ajrashma deydi. Nima? Bu Vatashiva Alijon yana ajrashamdikan? Yilima hozir ajrish bak eg'ir. Nega qarsa, kimga qarsa ajrashgan? To'xta. Bu Vatashiva Tatashining shamilini bir jig'ay. Gradus qo'yinjaning karamatini bir ko'rsat. Menga yo'q cho'qir. Menga şu. Voy, pandimchan pakawa. Pandimchan. Senda kim o? Bu seni kim bu deydi? Bu Gradus qo'yincha. Gradus qo'yincha. Sen ne bedenim oldu? Nim qildi deydi. So'rab baqa, nima qilishga shitga qo'y. Seni 3-yengam bilan nima qilishdi deydi. Bu ma tamoqni yiqiydi. Nima? 3-yenge tamoq chiqyapti-ku? Bo'ldi Gradus qo'yincha. Saqliq bo'lib senda 3-yengam. Endi tamoqni chiqadi deb ajrashilgan gap bor. Nikaning muhabbatning asraqmi, hurmati, izzati yo'qmi? Qap. Gaqla ajrashib qaz qo'yincha, Gradus qo'yincha ananglar chiqishini. Senda ajrashib ketsa qo'yinchasini hay qildi. Sen de bir gün beni yanılırsa, sen mi onu koydun? O mu sen mi onu öttürdün? Onu yine koydun, öttürdün. Lan çok çek bir de! Koy.
ekanida. Ya apa? Kapni konstruksiyasimi apa? Oldim. O'kirib flop qopdimi? Toniy bilan bak payda qilgan. Shu olib qo'ydim mana. Ma'qul ham sen o'zi saqlab turay, ma'qul. O'yinchi olib bitdimmi? Qarang xan, menga chigdigan bo'lsangiz-chi, qarang, baxtingizni kagini shu. Rats bayrashdan olgan bu. Pul desam pulim bor. Nim desangiz tushunasan bor, uyam bor, necha dukunim bor, qarang. Men kim bo'lsin dahshat, men uni ustiga chiqqan vaqt taksimiz bor, qarang, sizlarga emas. Dadingiz, apangiz, cho'ng apingiz 72 pushtimizdan vaqt keldi. Men buya mushta bayvatchaman. Qattiq mard uni ustiga. Assalomu alaykum. Qanday ahvoling? Yaxshidingmi? Obdanmi? Ya, pax, uzoq hopta ko'rishmagilar. Bu nima ishlarni qilyapsiz deyman? Sen dehshat, boy, dehshat, sixiy, mard aqinam birsin jumasan. Adashim telefon burkira adash. Adash muaqla keyin kirishlar adash, oldirish shimat deb ma'qatda keyin kirishlar. Agün var zaten. Tanımayım Agün, tanımayım ben. Şu direktör, bu xizmat istab kelganda qarsam xizmatchilarimizdan chiqib o'tgansizlar. Meni ismim Grados. bo'ldi. Bizning shirkat xizmat bor. Shu bir savol so'rashdan burun bir gap bor, deb baqay sizga. Ba'ni o'ralimiz qanday qilibdi? Oychicha qarzidir. Shunda meja turib, mayli kishidan qaramoqchi bo'lsin, kishidan qaramoqchi bo'lsin. Oychicha qarzidir. Men yaxshi ko'rmayman, hammasi yaxshi ko'rmayman, shunda chiroq qopdim. Bilamsizmi? Yo'q. Siz nima kasb o'qigan? Falsafa o'qigan. Falsafa? Nima kasb? Falsafa degan bor, bir odamning nari kirib, nari chiqishi, nari berishini tadqiq qilgan. Mumkin. Bizning shirkat sizga xizmat qiladi. O'rasiz xizmat qiladi. Qanday xizmat qiladi? Sizning kasbingiz yomon emas ketdi. Kasbga tushib, darvoza qoling. Bu yerda qilmoqman. Kimning nega olgan, nega chiqgan, nima odam bilaysiz? Adash, va dahshat yaxshi chiqdi bossiz ha. Yuzga gapnima tutilgan bu. Tak rahmatchiman. Rahmat adash, rahmat. Men gradus hargiz unutib qolmayman desam, ayrim rahmatni bildiraman. Ma'qul adash. Assalomu alaykum, yaxshimi? Alaykum assalom adash. Hozir bu arzim tushganida, arzim tushib. Nima ishdan tushganda? Ishkim bo'lsa bir ishlidaymi deb turgan bozor xizmatda. Oppa, dash ishimni etgan texmayan bir oxirga berib turganjima. Yo'qmi-da? Yo'q. Ya adash, ishkim Sana işinden işki kodan aramadlığa. Adaş! Bana işinemse şekkim ha! Görüşüm şunu geldiler. Sestra valla aldıraş. Sizin garıyla hazır. Matlufiyen toktat çocuğuma. Bekse kurslan kakya bu. Yaşarak kalacağız mutlu. Burada da bir ama bizden sinyal soçak çıktı bir cezam burada. Mavi Aksaray'ın kışlı kalbiye tükünde ben kişi gelmiş benden. Acaba bir cezam burada kartırım şuna yaz, bir burada başka yaşlı lazmetlerim var. Sen eşlik edin mi? Bırakın bir pesi burada. Burada? Herhalde burada bir şey var ama. Zalın otellik aldım baba. İnem. Yok ne kafa verdik kara. Bunda şöyle kakya sen de o çıkar bir taş ekeldim onu. Şunda kalsam şimdi sokmakla bir kapı Sokmak geldi. Sokmak gibi sen bulmayı kapadan sokmak. Burada şunu da sokmakla kapı geldiğinde söyle. Şimdi al eser şurada başka tarafta. Kızım ne yaptın ben sen? Ne yap sokmak beklettik ya. Kulağımız epey bir sıkıntı. Gradus'un ikinci kısmı varmış yedi tügde. Devamıға kızıksınız. Rinat salonuna koşulun. İzleş numara Rinat TV. Boş haber.
Eng yangi tipdagi kart terish mashinasini ishlatishingizni tavsiya qilamiz. Pul tuti so'masi butun Xinjiang bo'yicha eng tuban, ya'ni 100 yuanga yetimi, eng yuqori bo'lganda 10 yuan. Har qanday joyda yaningizga ilib ishlatalaysiz. Xinjiangning har qaysi viloyat noyilaridan vakolat chaqiramiz. Aloqalash telefon nomeri 186 090 23 30 0. Xinjiangdagi eng chong 3 taraf haq to'lash huquqiga ega shirkat. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, tuvanda tibbiy tadqiqotchilarning yuksak diqqat e'tiborini qo'zg'agan yildiz orqali 200 metr cho'nqurlikdagi suvni manba qilib 400 yil yashayalaydigan, lekin siri ichilmagan Turpan Aydınköl rayonidagi bir xil yov meva kapi bilan tanishib chiqamiz. Merhaba dostlar, ben Türkiye'den Cengiz. Bu yer kerpe mekanı Turpan. Turpan'da kerpenin varlığını anlap İspanya, İtalya ve Türkiye'den tıbbi sahadaki tetkikatçılar bilen Turpan'a gelip tetkikat alıp verdik. Neticede bu yerdeki kerpelerin özüklük kıymetinin başka devletlerdeki de yukarıyken şuna biz bu kerpe konservesini işlep verdik. Mahsulatımız diyabet, romatizm, boğum yağlığı, minakon tumur keserlikleri bilen her hıl egişme keserliklerini alâhide menfaat kılıp yüçeydeki zehre aydıp imliyot gücünü aşırıdı. Sağlamlığınız için tadqiqotimiz to'xtab qolmaydi. Sağlamlık dostunuz kapi.